Hammaga salom obunachilar. Bugun men sizlar bilan Umiko YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun bizda yaxshi publika. Biz bugun sivilizatsiyani olamiz. Bizda bu yerda kimlar bor? Bizda barchaga salom. Sizlar bilan men Janob Millioner. yana bizda Barchaga salom. Sizlar bilan men Johar. mana bu yerda millioner deb nimaga yozilganligiga sabab bu millioner bizning boshlig'imiz, bizga faqat buyruq beradilar. Joha va Umiko, ya'ni men pul ishlab bunga soliq berishimiz kerak. Mana shu sivilizatsiyaga yashayotganimiz uchun. Bu sivilizatsiya millionerga tegishli. Unda millioner tayyormisan? Bizda boshlanishda men va Johada boshlanishidan almost pirga bor. Millionerda esa вообще-то любой narsasi bor. Birinchi biz soliq yig'ishimiz kerak. Soliq bermasak millioner bizni ishdan jazolashi mumkin. Shuning uchun xohlaganingcha ko'p bersang yaxshi bo'ladi. Tushunding? Tushundingmi, Joha? Janob millioner, siz o'z ishlaringiz bilan band bo'lavering. Bizga xavotir olmang. Janob millioner, uyingizga bo'ling. Yaxshi dam oling. Biz sizga ertaga soliq keltirib beramiz. Kimdir urdi meni. Yo'q, do'stim. Joha. Lekin mayli. Uzr lekin. Videoga yaxshi tushmoqda. Ozgina qochishlar bor. Lersa sindirovimiz o'shanga qotishlar bo'ladi. Do'stlar, biz hozir mana bu yerda yana ishlar bilan bandmiz. Biz soliq to'lamaslik. Ozgina muammo bo'lib qoldi bizda. Lekin to'g'rilab ketdik. Hozir biz soliq olmasak bo'lmaydi-da. Bo'lmasa qachonlar biz uylarga kirib yashab, pul topib yurardik. Menimcha meni pulim yetarli. Ko'p ham berish kerak emas, do'stim Joha. Mana bu mehmonxonada yondashi turist. Lekin millioner, salom. Qanday ishlar bilan bandsiz? Masalan, uy sotib olishlar. Bandman. Pulim yetar deb o'ylayman. Millioner. Men mana shu uyni sotib olmoqchiman. Ikki qavat. Necha pul berasiz? Ikkalamiz sotib olamiz. Ikkalamizga skidka qilib berib, Millioner, salom alaykum. ikkalamiz ham 10 tadan izumrud beramiz. Bo'ladi. Xo'sh, sizga 20 ta izumrud sunduqqa qo'ydim. Mana ham qo'ydim. Xo'sh, bu endi bizniki, lekin juda yaxshi janob millioner. Sog' bo'ling janob millioner. Joha, bilasanmi? Bu joylar menga yoqmayapti. Bu bizni ko'p ishlatmoqda. Nimagadir shubhali. Janob millioner. Yaxshimisiz? Millioner, uyingizga borsak maylimi? O'ldirmasiz? O'ldirmasangiz bo'lardik-da. Joha. Reja
bo'laman. Xo'sh, Do'stlar, biz hozir o millionerning uyini oldamiz. Biz rejani tuzib bo'ldik Jo'xa bilan, ha, Jo'xa. Bizning rejamizni millionerning uyiga borganimizda nima bo'ladi? Hozir biz uxlayotgan vaqti yo'q qilamiz. Do'stlar, menga ham tayyorla. Do'stlar, bir kun Babur ham sivilizatsiya qo'lga olishni harakat qilib ko'raman do'stlar. Menga bir biznes bor. Do'stlar, mana bu ko'mir konini qarang. Hozir ko'mirni kam bersang ham qimmat pulga olishadi. Ko'mir olmay. Nimaga do'stim? Janob millioner, yaxshimisiz? Bizning tomonlarga nima uchirdi? Biz yaxshimiz, janob millioner. Biz och qoldik, shuning uchun narsa olyapmiz. Daraxt kesyapmiz. Yaxshi. Janob millioner, kech bo'ldi, uxlasak ham bo'ladi endi. Ketdik. Jo'xa uyimizga. Do'stlar, Jo'xa ovqat pishdimi? Ikkinchisi meniki. Yana bitta tovuq olib kel. Yo'q do'stim. Ey, nima bo'ldi? Jo'xa. Ana endi bizni rejam ish beradigan vaqt keldi. Do'stim, ketdik. Sekin ovoz chiqarma, pichirlama. Oyog'ingni ovoz chiqarsa, to'xta. Meni orqamdan yur. Qo'lingga kirgani olib ur. Hali ehtimolga qarshi qo'lingga kirgani olib ur. Agar bizga hujum qilmoqchi bo'lsa, o'ldiramiz. Sekin o'tish. Jim tur. Qara bu yaramasmi? Uyda nimadir deyishmayapman. Do'stim, qo'lini qarang. Ba'zi sunduqlar bo'sh. Ketdik, millioner uyg'onmoqda. Nima? Kimlar oldi? Otganday bo'ldi. Do'stim, Jo'xa, ketdik, uxlaymiz endi. Uyingizga maxluq kirgandir, janob mer. Jo'xa, bu yoqqa keling. Monster qayerda bo'lishi mumkin? Meni uryapsiz, Jo'xa. Yana urdi Jo'xa. Ertalab bo'lishini kutaman. Menimcha qala tashqarisida bo'lishi kerak. Past qavatga. U yerda ham ikkita kravat bormi? Ha, bor. Tovuq oling yo'lda. Ha, ertalab olarmiz do'stim. Lyukseganki biz. Kerak bo'lganda. Janob millioner uxlaganmi kana? Xo'sh, do'stlar, biz uyg'ondik va ertalabdan soliqqa boramiz. Janob mer. Janob millioner. Qayerdasiz? Janob mer. Janob millioner. Tak. Men janob millioner. Biz sizga soliq olib keldik. bitta. Taxtingizga o'tirmaysizmi, janob millioner?
Meni taxtim borligini qayerdan bilasan, Umiko? Janob mer, shu yerdan ko'rinib turibdi. Sizning Janob mer, taxtingiz. sizga olmos beramiz. Tashla. Sundukka qo'yamiz. Qo'y. O'yinda Janob qo'ying, mer, janob faqat mer. siz olmos olasizmi? Bizda boshqa narsalar ham bor. Nima? Xohlagan ruda, prosta ko'mirdan boshqa hech narsa yo'q. Kirsam bo'ladimi, janob mer? Menda ko'p narsalar bor. Janob mer, millioner. Jo'xa, ketaversangiz bo'ladi. Mana yana narsa berishim mumkin. Kiring, janob Jo'xa. Tezlashing, janob Jo'xa. Soliqlar joyidami, janob millioner? Yo'q, hamki joyda. Rahmat, janob millioner. Yo'q, ketaversin. Umiko, sen qayerga? Janob millioner. Bu Jo'xa deganlari nimadirni payiga tushib olgan. O'zi eshitmasinki, lekin kechqurun uyga kech keldi. Unda bugun Navbatchiligim uchun bir kunlik soliqdan kechasizmi, janob mer? Roziman, janob mer. bo'pti. Uni kuzataymi? Yetadi. Janob mer, uni kuzataymi? Bugun kechqurun Ko'p bo'ladi, janob. Jo'xa, ketdik. Boravering, men merga, janob millionerga gapim bor. Janob millioner. Umikoni bilasizmi? Xo'sh. Uyga vaqtli kelib uxlamoqchi bo'ldi. Sizni uyga emasga tushmoqchi bo'ldi, kecha kech qoladi. Nima? Nimadir qilyapti. Manga birontasini bilsa ayting. Yaramas Umiko. Xo'sh, do'stlar. Ana endi Jo'xani yomonlashmaydi. Bu Jo'xa agar Salom, janob Jo'xa, mening ko'mirimni berasizmi? Mayli, janob Jo'xa. Soliq uchun bu qo'yilgan. Jo'xa. Xo'sh, ko'mir yig'avering do'stim. Ko'mirdan kelsa foyda, zo'r beradi aloyda, dedi. Men janob millioner, menikini olyapti. Do'stlar, birinchi qism tugadi mana shu yerda. Sizlarga bir tomosha ko'rsatmoqchiman. Umiko, joningiz to'lami? Yo'q. Unga bir nima qading. Jo'xasini Bu narsalarni keyingi videolarda bilasiz. Agar shu video 10 ta obunachi yig'sa, biz ikkinchi qismni, balki 3-chi qismni ham olamiz. Gaplaringiz bo'lsa ayting, millioner va Jo'xa. gapimiz yo'q. Obuna bo'ling barcha. Obuna bo'ling va like bosing. Barchaga xayr. Agar yarim o'rtasida internetingiz yoki onangiz chaqirib qolgan bo'lsa, like bosing. Oxirigacha ko'ra olmay qolsangiz. Agar oxirigacha ko'rib bizni podдержка qilayotgan bo'lsangiz, obuna bosing. Barchaga xayr.